Aha, kelin. Beri keling qani? Dadajon yana uruq o'ynab o'tiribsizmi? Nima qilay hay kelin? Yuring ana takoy kiyimchalaringizni kiymasini bitta joy aytaman. Qayerga olib borasiz? Bitta joy aytaman. Tashlang shu urug'ingizni. Kimni qaynotasi? Mani qaynotam. Erkalanmang, tez yuring, kech qolamiz sizni. Yuring. Qayerga ketyapsiz? Haylo dadajon, ana qizni ko'ryapsizmi? Menga qarang dadajon, men qiz bilan gaplashib qo'yganman. Boringda burro gapiring. Qo'rqmang. Nima qo'rqaman? Birinchi marta uchrashuvga chiqmayman. Qoching kelin. Omad. Yaxshimisiz qizim? Endi sizga nima desam? Biz paytlar bu yerlari boshqacha edi. Bu yerlari biz ham metallum bazaytdi, temir topshiraydik. Ana o'zgarib ketib, park bo'lib chiroyli bo'lgan. Endi yana nima desam? Necha yilsiz? 2005. Kakras ana shu paytlari bu yerlari buzilib, mana shunday chiroyli qilindi. Kakras 2005 da buzilib o'tdi. Menga qarang boboy. Men yerga tekkanimdan keyin umuman qo'limni sovuq suvga urmayman. Bundan tashqari yilda 2 marta Maldiv orollariga dam olishga borishim kerak. Merimiga eng kamda konsert o'qishingiz kerak. Kartbo. Jem. Bundan tashqari Mahirga gelik olib berishingiz kerak. Turing qol bu yoqda. Nima urasiz kelin? Gelik mellik deydi sizga dadajon, o'zini gelik ham yo'q. Turing, sizga vaqtga xotin kerakmi? Yeb qay. Xotin o'zingizga boshingizga balo bo'ladi.